Bugungi reelsda sizlar Sakiy va Ferziyusuf bilan to'y torti qanaqa tayyorlanganini ko'rib olasiz. Va videoni oxirigacha ko'rsanglar, Abduvali aka to'ylar kun nimaga jahllar chiqqanini ham bilib olasiz. Bugungi tortimiz 5 etajdan iborat. Ularni har bitta qavatini kremlarni tekislab, mastikarlarni chiroyli qoplab, ozoda holda tortlarimizni bitirib, tortlarimizni yarim tayyor holga keltirib, men orada sochimni kestirib keldim. Sababi to'yga bunaqa uzun, to'zigan sochlar bilan borib bo'lmasdi va undan keyin albatta magazinga kirib klassik kiyim oldim. Chunki meni garderobimda klassik kiyimlar juda ham kam. Undan keyin yana uyga qaytdim, sababi уже tortni olib boradigan vaqti bo'lib qoldi. Tortni kami go'slarni to'g'rilab, уже biz tortni to'yxonaga olib ketdik. Eng hayajonli daqiqalar, chunki tortni dastavka jarayoni bu biz uchun juda ham og'ir va qiyin vaziyat. Sababi ko'p mashinalar bularni ag'darib, to'ntarib olib boradi. Uzr, sar oshirib bordim. Menda bunaqasi bo'lmagan. Biz ham to'yxonaga yetib keldik. To'y уже boshlanib bo'lgan, kelin-kuyov ko'p bo'lgan, eng avjini olgan payt edi. To'yxonani orqa tarafdan kirib, oshxonada уже biz tortlarni yasatishni boshladik. Sababi bizda kam vaqt qolgan. Tortni dekor qilish men uchun eng zavqli jarayon. Agar u meni o'zim oshxonamda bo'lsa, to'yxonada yasatish biroz noqulaydi. Oldinglardan ko'p odam o'tadi. Tortimizni pashti dekor qilib bo'ldik. Bu orada boshlovchi bizdan shartta tortimizni e'lon qildi. Biz hali to'liq yasatib bo'lmagandi. O'sha paytda rosa shoshilib qoldik. Aytgancha, tort ideyasi bu o'zimizniki. Abduvali aka zakaz qilganlari bilan tort tanlamadilar. O'zingizga ishonaman dedi. Tortni dekor qilib bo'ldik. Mana tayyorini ko'rsanglar bo'ladi. Tort ham o'sha katta zalga chiqdi. Yana bitta hayajonli daqiqalar, chunki ko'p videolarda ko'rgan bo'lsanglar, ofitsiantlar tortni ag'darib oladi. Yana shunaqa ish bo'lishiga sal qoldi. Sakiy akamizani nimaga jahllari chiqqanini hozir bilasizlar. Tort chiqib bo'ldi, lekin to'yxona xodimlari na tarelka, na vilka, na pichoq ko'p kutib qolishganga jahllari chiqib ketdi. 4 soat biz 5 dan dekor qilishni boshlaganmiz. Tort 10 da kesildi. Shunda ham tortimiz tiq etib erimagan. Shu sababli ham tortimiz kesilmadi. Tortni kesish olmagandan sal qo'rqib ketdim. Keyin vaziyatni o'zim qo'limga olib, tez kirishib ketdim. Lekin shuncha odam qarab turganiga ishoninglar, juda ham hayajonlandim. Tortni kesib berdim, lekin baribir tortni o'zidan vilka qoshuvda yedirishdi. Tort hammaga yoqdi. Tortlarimiz erimasdan uzoq vaqt turib berishiga yana ishonch hosil. Va bu zavqli jarayonni tomosha qilib, hammani xursandligini ko'rib, to'yi tugatib, men ham qaytib keldim. To'y ham va video ham tugadi.